Assalomu alaykum. Jinsiy hayot haqida, undagi muammolar haqida bir-biriga begona bo'lgan bir erkak, bir ayol bemalol tafsilotlar bilan muhokama qilib o'tirgan kontentlarga ko'zim tushib qoldi. Birinchidan, jinsiy hayot hayotimizdagi katta mazmunga, katta ahamiyatga ega bo'lgan bir holat emas, balki bir-biriga mahram bo'lgan erkak va ayolning mayl xohish bo'lganda o'z-o'zidan tabiiy holatda yuzaga keladigan hayotimizni kichik bir bo'lagi xolos. Ikkinchidan, sizlar aytayotgan erkak va ayol bir-biriga yoqish uchun qilinish kerak bo'lgan har xil xayoliylardagi ajoyib bir-biridan fantaziyalarni meni kechirasizlar-u, o'zbek jamiyatidagi 70%, 80% oilalarda xotinlar qila olmaydi. Qaynona bor, qaynota bor, qaynuka, qaynisingil. Ko'pchilik 2-3 ta oila bitta xonadonda istiqomat qiladi. Va jinsiy hayotda ularda juda yuqori sharm, hayo, odob bor. Erkak va ayollar, xotinlar hattoki bu mavzularda uyda harakat qilganda ham pichirlab, ohista, oyoq uchida yurib, shunaqa odob bilan harakat qilishadi. Jinsiy hayotning birlamchi va asosiy maqsadi o'zidan solih, soliha zurriyot qoldirish, shahvoniy buzuq istaklarga berilish emas. Shuning uchun iltimos qilardimki, mana shu kontentlarni tayyorlayotganlar, shularni ommaga olib chiqayotganlar, aslida bu mavzular parda ortida qilinishi kerak. Xo'p, e'lon bilan chiqinglar, odob bilan, kimdaki jinsiy hayot mavzusida shu borada muammolar bo'lsa yoki boshqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, marhamat, kurslarimizga yozinglar degan bir odob bilan e'lon qilinglar va xohlagan gapinglarni o'sha yopiq parda ortida yuzma-yuz gaplashinglar. Ertaga farzandinglar, qizinglar, o'g'linglar bir begona erkak bilan, bir begona ayol bilan uyalmasdan, sharm hayosiz shu suhbatlarni qilib o'tirganinglarni ko'rsa, nima degan xayolga boradi? Xulosa o'zinglardan.